Uchun Cherry ADM'si Buxoro avtosalonida 40 million so'm chiptaga qo'yilgan. Ya'ni siz mashinani 214 ga emas, 174 ga xarid qilasiz. Avtokredit va naqd pulga. Bundan tashqari mashinaning o'zini tan narxi, ya'ni 214 bilan 1 yildan 5 yilgacha rasvochkamiz uzaygan. Ya'ni 0% bilan foizsiz. Assalomu alaykum, Avtobunyod kanalining qadrbaland obunachilari, yaqinlar. Buxoroda ADMaster Cherry avtosalonida 25 milliondan 40 milliongacha chegirma va foizlarsiz muddati 5 yilgacha o'zgaribdi. Xudo xolisa videoni oxirigacha ko'rib bitta like bosib qo'ying. Xudo xolisa sizlarga to'liq ma'lumotni beraman. Bizga Cherry Buxoro ADMaster avtosalonidan bizga Usmon akamiz yordam berdi. Assalomu alaykum. Usmon aka, yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Shu iltimos qilsam mikrofon taqib o'tsangiz. Qanaqasiz o'zingiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Charchamay keldingizmi? Rahmat. Akajon, bizga aytish bo'yicha Cherry ADMaster avtosalonida Buxoroda 25 milliondan 40 milliongacha avtomobillarni chegirma tushibdi. Va hech qanaqa foizlarsiz. Foizlarsiz, o'zini tan narxidan bo'lib to'lashga. Salom alaykum qo'ysangiz boshlaymiz akajon. Assalomu alaykum hammaga. Cherry ADMaster avtosaloni mijozlari. Usmon aka, bizga adres tushuntirib bersangiz birinchi bo'lib. Adresimiz Buxoro viloyati Kogonda joylashgan Emi restoran to'g'risida bo'ladi. Yo'l ustida joylashgan Cherry ADMaster avtosaloni. Shu kelingni bir boshlaymiz aka. Hamma yangiliklarni. Xudo xolisa u chegirmadan tashqari kanal nomi, telefon qilgan uchun qo'shimcha bonuslarni qo'yib berasiz. O'zingizga xuddi shunday aka. O'zimga kelsalar, fonni cho't qilib taxlab beramiz. Salondan boshlaymizmi bo'lsa? Keling aka, boshlaymiz. Mana shu bizning avtosalonimiz. Mashinalarni o'zi bir boshdan obzor qilib, bonus, skidkalar, o'zi qanaqa yangiliklar bor, hammasini bir boshdan tanishtirib o'zim o'taman. Mana bo'lsa boshladik. Birinchi mashinamiz Cherry Tiggo 7 Pro Max 2026-yil reselling varianti. Bilasizlar, 7 Pro Max modeli 4x4 rejimga harakatlandi. Bundan tashqari yana 4 ta yo 5 ta rejimlari bor harakatlanishga. Motorimiz 1.6 turbina GDI motor, 186 ot kuchiga ega. 4 ta balondan ham tortadi. Panoramli lyuk joylashgan. 5 kulchovoy do'stliklari bor. 360 gradus kameralar qo'yilgan va mashinaning ichki qismi 2026-yil reselling varianti. 3 ta pamять sirenlarimiz bor. Akustika Sony bo'ladi. Original Sonydan qilingan akustikamiz. Kojani salon, ranglari jigarrangda va qora rang bilan birga ishlangan. Multimedia rul, katta splashnoy ekran, besprovodnoy zaryadnik, barda xonadilniklari bor. Korobka robot bo'ladi. Xo'sh. Ruglovkalari ham mexanik emas. Hammasi qo'lingiz bilan boshqarib, qilib harakatlanasiz. Senimizning ikkita oldi qismida abagrev abduf, rulda ham abagrev bor. Orqa oldin lobovoy, ikkita bokovingda ham abagrevlarimiz mavjud. Mashinaning nechtaligi bu? Da, 5 kishilik. Mashinaning orqa qismi, orqasi ham 100% kojani bo'ladi. Orqasida ham abagrevlari bor, tugmalar qo'yilgan, deflektorlar qo'yilgan. Bemalol orqaga o'tirganga ham komfort mashina. Va 4 ta oynasi lyukida, bagajda disk rejim bor. Ya'ni disk rejim nima? Qo'lingiz qolib ketgan vaqtda bosib qolmaydi qo'lingizdan. Mana bu orqasi mashinamizda. Usmon aka, hozirgi kunda 7 Pro Max'ga qanchasiga ketyapti? 7 Pro Max'ning tan narxi 364.9 ming so'm. 1 yildan 4 yilgacha boshlang'ich to'lovga qarab rasvochkamiz bor 5%. Va yana avtokredit va naqd pulga olgan mijozlarimiz uchun 25 million so'm chegirma ham qo'yilgan. Rasvochka olmoqchi bo'lsa, boshlang'ich to'lovga necha foiz to'lash kerak? 30% dan boshlanadi. Boshlang'ich to'lovga qarab yil uzayib ketaveradi. Bu mashinamizning orqa qismi. Mana bunday qulaylik. Bagaj sig'imi necha litr buni? Bunda 450 litr. 450 litr. Va dakatka ham zapaska bo'ladi bunda. Bir xil bo'ladi. Bir xil. O'zini disk rejimi ham bor. Ya'ni yopgan vaqtingiz agar qolib ketsa burun odam sirasi tepaga ko'tariladi o'zi.
Ancha komfort mashina. O'zini puliga va hozirgi damda shu pulga boradigan mashinalarni konkret bilan oladi. Любой tomonlama, komfort tomonlama va eng hammaga qiziq bo'ladigan joyi rasxodi qancha mashinani. Mashinamiz shaharning ichida 7,5-8 litr rasxod qiladi. Hammani o'zidan haydashga bog'liq. 9 tagacha ham rasxod qilishi mumkin. 4 rejimga qo'ygan vaqtlarda bunaga trassada 5,5-6 litr rasxod qiladi. Mashinamizga 5 yil garantiya berilgan yoki 150 ming kilometr. Motor, korobka va elektronikasiga. Xo'sh, keyingi mashinamiz hammani o'zining ko'nglidan joy olgan Arizo 6 Pro. Arizo 6 Pro'ning birinchi pozitsiyasi tan narxi 239 ming so'm. Bunda ham xuddi shunday. Bunda 1 yildan 5 yilgacha rasxodimiz bor hozir. Hech qanday foizlarsiz. Foizlarsiz 239 ni bo'lib to'lashga o'zining tan narxini. Va bundan tashqari naqd pulga va avtokreditga xarid qilmoqchi bo'lsangiz agar 25 million so'm chegirmasi qo'yilgan mashinaga. Ya'ni mashinaning summasi 215 million so'm bo'ladi. Usmon aka, hozir boshlang'ich to'lov qancha to'lash kerak? Boshlang'ich to'lov rasxodchiga 25% boshlangichdan boshlanadi va boshlang'ich summaga qarab 1 yildan 5 yilgacha cho'ziladi rasxodchimiz yili. O'zining tan narxi, ya'ni 239 million 900 ni bo'lib to'lash sharti bilan. Bunda ham ko'rib turganingizdek, beskuchoy do'stlar bor, 16 razmerda diska balonlar qo'yilgan. Motori 1.5 atmosferli motor, 4 ta porsionli, 113 ta o'tqichga ega. Ya'ni atmosferli motor benzin tanlamaydi. Любой benzinda harakatlanadi, metan, propan, любой ketadi. Bu mashinamizga ham 5 yil garantiya berilgan. Salonning ichki qismi komfort narxiga arziydigan mashina. 100% kojadan ishlangan, multimedia rul, monitor, cruise control, hammasi bor. Ikkita rejimda harakatlanadi, EcoSport rejimlari bor. Mashinamizda avto holi bor. Monitorda keyin o'zingiz YouTube'dan nasuraga qilib olsangiz ham bo'ladi. Bu orqa qismi. Orqasi ham 100% kojinli, deflektorlar qo'yilgan orqasiga. Orqaga o'tirgan odam ham 3 kishi o'tirsa, bemalol xizmatdan o'tiladi. Mashinamizning bagaj qismi. Bagaji ham anchagina katta. Xo'sh, mashinada dakatka ham bor. Va o'zini zavodskiy zadniy kamera, zadniy patroniklarda qo'yilgan. O'shlar rangi bor, oq, qora va mokriy qora sveti bor. Hammasi jemchiq rangda bo'ladi, yaltirab turadigan. Usmon aka, hozir avtosalonning o'zida metan yoki propan servislari ham bor. Bu amal qiladi. Xohlasa, xuddi shuni metan ham, propan ham pat garantiya qo'yib beriladi hammasi. Ya'ni garantiyada turadi ikkalasi ham. Keyingi mashinamiz 7 Pro'ning birinchi pozitsiyasi, 2026-yil reselling varianti. Bunda tan narxi 300 million so'm. Bunda ham xuddi shunday 1 yildan 5 yilgacha rasxodchilarimiz bor va 25 million so'm chektkasi bor bunda ham. Avtokredit va naqd pulga savdo qilgan mijozlarimiz uchun. Motori 1.5 turbina, MPI motor, 140 ta o'tqichga ega. Xo'sh, balon razmeri, diskalari 18 razmerda bo'ladi. Bunda ham qora qilib ishlangan. O'zini beskuchoy do'stlari bor. Tepada panoramli lyuk. Mashinaning ichki qismi. Multimedia rul, monitor, avto hold, EcoSport rejimlari bor. Abagrev, yeni abagrev rullargacha qo'yilgan, barada qanadligi ham bor. Anchagina narxiga arziydigan komfort mashina. Mashinamizning orqa qismi ham 100% kojadan ishlangan, deflektorlar o'rtasida bag'ir qo'yilgan. Va yana bitta plus tomoni 7 Pro Max'larda nezavisli podveska bo'ladi. Ya'ni balka o'tmagan alohida nezavisli podveskasi bor. Mashinaning bagaj qismi. Bagaji ham anchagina katta, tog'ga chiqishga ham bog'lan, masalan, yosh bolalar orqada o'tirsa bo'ladi bemalol. Bunda ham dakatka qo'yilgan. Yo'plichi ham xuddi 7 Pro Max'da bir xil. Yopasiz, agar odam qolib ketsa, sizni bosib qolmaydi. Sirasi payga ko'tariladi. O'zini zavodskiy zadniy kamerasiga qo'yilgan. Boshlarimizni qotgan bo'lsa, telakni qizartirib qo'yasizlar. Xo'sh, keyingi modellarimiz 2026-yilda Cherry oilasida yangilik bo'lgan Tiggo 9 Pro.
benzin varianti. Mana endi o'z-o'zidan sotilyapti. Motori 2 turbina mashinamizning. JDI motor qo'yilgan. 245 ta o'tqichi. 4 ta balon ham tortadi bir xil. LED optika farlar qo'yilgan. Shu mashinamiz hozirda Cherry'da eng katta hajmga ega bo'lgan mashinalardan bittasi. Tan narxi necha bo'lishi kerak ekan? Tan narxi 540 million so'm. Naqdga olgan mijozlarimiz uchun 500 million so'mga mashinani topshiramiz. 40 million yana skidka qiladi. Da, 40 million skidkasi bor bunda ham. Faqat naqdga olgan mijozlarimiz uchun va hozirda bunda avtokredit amal qilyapti. To'lov surati hozircha. Mashina ichki qismi Salon ham neobechni ishlangan ekan. neobechni ishlangan, ranglariga alohida baho berasizlar. Kojani salon alcantara qilingan, akustika Sony pomisenlari bor, avtoparkovka deysizmi 540 gradus kamera, massaj, abduf, abagrev, head-up display hammasi bor. Hozirgi 2026-yilda nima komfort xohlayapsiz mashinangizga, hammasi mavjud mashinamizga qo'yilgan. Komfort tomonlama ham, razgon tomonlama ham bo'lishiga yaqinli bu narsa bo'yicha bor hammasi. Akustika ham Sony original. Usmonoga rasxodi qancha bu? Rasxodi 9,5-10 litr atrofida bo'ladi. Va bu 7 kishilik model. 5 kishilik emas. Va mashinaning orqa qismi. Orqada ham bemalol. 7 kishi bemalol tiqilmasdan ketsa bo'ladi. O'rtada barlari ham bor. Deflektorlar qo'yilgan, abagrev, abduf, orqada ham abduf ishlab bir xil o'tiradi. Faralar ham bir noda ishlangan ekan-da bular. Da. Farlar ham neobechni ishlangan, mashinada 540 gradus kamera, o'zini zavodskiy spoileri, lidar qo'yilgan oldinga. Diska razmeri 20 razmerda bo'ladi. Va buni Tiggo 9 gibrid modeli ham bor. Mashina xuddi shunday, tashqi ko'rinishi gibrid rejimda harakatlanadi. Motori 2 turbina JDI va elektromotor bilan jihozlangan. O't kuchi 450 ta unda. Xudo xohlasa u modelda ham kelyapti. Sotilishi boshlanadi o'z-o'zidan. Va shu paytgacha Tiggo 9 chiqmasdan oldin Cherry oilasida qirol bo'lib o'tirgan 8 Pro Max. 8 Pro Max modeli bu ham 7 kishilik, motori 2 turbina JDI motor. Buni tan narxi qancha Usmonoga? Tan narxi 480 million 900 ming so'm. Bunda 1 yildan 4 yilgacha rasxodchilarimiz bor va 25 million chegirmasi ham bor. Naqd pulga va avtokreditga olgan mijozlarimiz uchun. Rasxodchilarimiz 25% boshlang'ich to'lovdan boshlanadi. Mashinamizda panoramli lyuk, 20 razmer diska balonlar, 5 ключевой достуp, lidar, 360 gradus kamera, hammasi mavjud. Ikkita oldi senada abduf, abagrev, rulda abagrev, orqa oldin lavovoyda abagrev, head-up qo'yilgan va yo'lovchi tomonda ham bunda ham massaj atamangasi mavjud. Akustika Sony. 3 ta pomisenlari bor. Mashinaning orqa qismi. Orqasida ham deflektorlar bar, hammasi mavjud. Abagrev ishlab turadi bir xil. Yettita messali. 7 messalik. Bunda ham o'yinlarda, lyukda va bagajda disk rejimlari bir xil ishlab turadi. Ya'ni aytib o'tganimdek, yosh bolalarki, biron kishi hayvon bilan qo'lga ketsa agar mashina siqib olmaydi, sirasi tepaga ko'tariladi. Usmonoga trading xizmati ham bormi? Da, Trading va yana qanday? to'lov usullari trading xizmati ham bor. O'zingiz haydab yurgan mashinani bemalol keltirsangiz, narxlab, sirazi naqd pulni qo'lingizga topshiramiz. Borib mashinaga boshlang'ich to'lovni qilib kelasiz. Lizing xizmatimiz ham bor. Lizing xizmati 15% boshlang'ich to'lovdan boshlanadi. 1 yildan 4 yilgacha lizingga ham mashinalarimiz chiqarsa bo'ladi. Endi Tiggo 2 ga o'tamizmi? Xo'sh, keyingi modelimiz hozirgi kunda trendga aylangan Tiggo 2 Pro modeli. Xo'sh, motori 1 turbina, 102 ta o't kuchiga ega.
3 ta Porsche motor bo'ladi. Cherry o'ylasa, samый расходlik ham ekonomik variant mana shu bo'lib turibdi hozirda. Ya'ni 5,5-6 litr shaharning ichida, trassada esa 3,5-4 litr расход qiladi. Tan narxi 214, diskan razmerlarda 10 litr razmerda bo'ladi. Mashina alohida o'zinliklari bor. Salonning ichki qismi 100% ko'zdan ishlangan salon. Multimedia rul, monitor, avto hold, elektronli ruchnik, cruise control, abagrev rul, abagrev steni, orqa oldin lobovoy abagrev, ikkita bokovnik abagrev. Hozirgi shart narxiga arziydigan komfort mashina deb hisoblayman. Sami full pozitsiya bo'lib chiqadi, bitta pozitsiya bo'lib. Mashina orqasiga ham bemalol 3 kishi siqilmay tursa bo'ladi. Orqa oldin polni kojunni. O'zini zavodskiy spoilerlar qo'yilgan. Konditsioner pechka bir xil ishlab turadi. ABS tormozlargacha qo'yilgan mashinamizga. Mashinaning orqa qismi zadniy kamera, zadniy patroniklar qo'yilgan. Bagaji ham anchagina katta. Va o'zining daqatkasi ham bor. Hozirda oq, qora, ko'k va kumush ranglardan qolgan 4 ta rangi bor. Jemchug rangda bo'ladi hammasi. Usmon aka, test drive uchun avtomobillar bormi? Da, test drive uchun barcha avtomobillarga test drive'larimiz bor. Haftada 7 kun ishda bo'lamiz. Soat 8:30 dan kechki soat 8 gacha ish vaqtimiz davom etadi. Va test drive'imiz ertalabki soat 9 dan kechki soat 6 gacha absolyutno besplatniy. Kelib bemalol haydab ko'rib, qaysi bir sizlarga tablaringizga o'tiradi. O'sha mashinani o'sha rangidan va siz xohlagan grafik asosida chiqarib bera olamiz. Va aytib o'tganimdek, Buxoro shahar Kogonda joylashgan Emir restoran to'g'risida bo'ladi. Hammalaringizdan Cherry Adam asr avtosalonida kutib qolamiz.